Menimcha ko'pchilik biladi-yu bilmaydi, 20-asr boshlarida bir nechta o'zbek o'g'il-qizlari Germaniyaga tahsil olish uchun borishadi. Lekin vatanga qaytganlarida Sovet rahbariyati ularni deyarli hammasini josuslikda ayblab ochishga hukm qiladi. Bugun 31-avgust O'zbekistonda Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni. Aynan shu munosabat bilan bugungi sonimizda o'sha qonli davrda ochishga hukm qilingan aka-uka Avazjonovlar haqida gapirib beraman. Videoga like bosishni unutmang. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. 1917-yilda bolsheviklar Rossiya imperiyasida davlat to'ntarish yo'li bilan hokimiyatni qo'lga olib, o'z oldiga jahon tarixida ilk bor proletar davlatni yaratishdek favqulodda katta va mashaqqatli vazifani qo'ydi. Bolsheviklar dohiysi Lenin tomonidan ilgari surilgan g'oya qanchalik xayoliy va g'ayrimilliy bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarish jarayoni ham shunchalik shafqatsiz va g'ayriqonuniy tarzda oshirildi. Lenin boshlab bergan Qatag'on siyosatini Stalin hukumati keng miqyosda avj oldirdi va undan nafaqat sho'ro hokimiyatini saqlab qolish maqsadida, balki o'zining shaxsiy diktaturasining maqsadida foydalandi. 1922-yilning kuz oyida Germaniyaga tahsil olish uchun Buxoro Xalq Respublikasi tomonidan 55 nafar talaba yo'lga chiqadi. Ularning orasida aka-uka Muhammadjon va Rahmatjon Avazjonovlar ham bor edi. Yo'lga chiqqanlarida Muhammadjon 17 yoshda, ukasi Rahmatjon esa 14 yoshda bo'lgan. Muhammadjon 1905-yil, Rahmatjon esa 1908-yilda Buxoro shahrida yirik savdogar oilasida tug'ilgan. Ularning otasi Avazjon o'z vaqtida Buxoro amirligining yuqori lavozimida ishlagan. 1912-1918-yillarda esa Chorjoy bojxonasida mas'ul bo'lgan. Aka-uka Avazjonovlar dastlab Buxoro shahrida eski maktab va madrasa ta'limini olib, arab va fors tillarini mukammal o'zlashtirgan. Shuningdek, Kogondan yollangan muallimdan ular rus tili va adabiyoti, Yevropa musiqa san'ati sirlarini puxta o'rgangan. Ular yoshligida bir qancha vaqt amakilarining qo'lida bo'lishgan. Keyinchalik esa Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumatida yirik mansabdor shaxslar Musojon va Muxtor Saidjonovlar orqali jadid g'oyalari ta'sirida ulg'ayishgan. 1922-yil sentyabr oyida Muhammadjon va Rahmatjon Avazjonovlar Germaniyada ta'lim olishni boshlashadi. Ular avval Germaniyaning Kyoslin shahridagi pedagogika maktabida o'qishadi. Muhammadjon o'rta maxsus shahodatnomani qo'lga kiritgach, Kotbus shahridagi oliy tekstil maktabiga tekstilchi muhandis yo'nalishiga o'qishga kiradi. Rahmatjon esa Zarau shahridagi joylashgan Prus tekstil industriyasi oliy maktabining tekstilchi kimyogar yo'nalishida tahsil olishni boshlaydi. 1928-yilga kelib, iyul oyida oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomni qo'lga kiritadi. Muhammadjon Avazjonov esa shu yilning avgust oyida vatandoshlari Somiddin Alavuddinov va Abdulla Po'latovlar bilan birgalikda SSSRga qaytishadi. 1928-yil sentyabr oyida Samarqandga yetib kelgan Muhammadjon Avazjonov va Somiddin Alavuddinovlarni O'zbekiston hukumati rahbari Fayzulla Xo'jayev o'z kabinetida kutib oladi. Hukumat rahbari ularni tabriklab, kelajak vazifalari haqida to'xtaladi. Shundan so'ng ularni kuzatib, ma'lum miqdorda pul beradi va yigitlar Buxoroga yo'l olishadi. Muhammadjon Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarda tekstil kombinatlari qurilishi va ishga tushirilishiga shaxsan o'zi bosh-qosh bo'ldi. Mahalliy yoshlardan sohada yetuk mutaxassislar yetishtirish maqsadida kombinatlar qoshida bilim yurtlari tashkil etdi. Uning so'nggi ish joyi 1934-yildan Farg'ona tekstil kombinatida bosh injener va ishlab chiqarish bo'limi rahbari lavozimi bo'ldi. Endigina 32 yoshni qarshilagan Muhammadjon Avazjonovning g'ayrati kundan kun jo'sh urayotgan bir paytda uning atrofida qora bulut paydo bo'ldi. Ukasi Rahmatjon Avazjonov vatandagi hayoti sal boshqacharoq kechdi. U o'qishni tugatayotgan yilida Zarau shahrida bir go'zal nemis qizi Elza Prager bilan tanishib, uni sevib qoladi. Ko'rinishidan ularni rasman oila qurishini sezib qolgan sovet xufiyalari Rahmatjonni bosim yoki aldov yo'li bilan Moskvaga olib kelib, uni 8 kun davomida qamoqda saqlashadi. So'ng u dastlab Moskva shahridagi Erkin mehnat to'qimachilik fabrikasida, 1930-1935-yillarda esa Pyotr Alekseyevich nomidagi Moskva charm ishlab chiqaruvchilar ittifoqi laboratoriyasida faoliyat olib bordi. O'sha paytda Germaniyadan ayolini va farzandini olib kelish yoki ularning oldiga
borish uchun ruxsat olish maqsadida turli sovet idoralariga tinimsiz murojaat qilar edi. 1930-yildan Germaniya elchixonasiga ham qatnadi. U yerda esa Elza Rahmatjonga muhabbat izhoriga to'la sevgi maktublari va 2 yashar farzandi Anhimning surati bilan har oy xat yo'llar edi. Xullas, dunyoning qariyb 3dan 1ni egallagan sho'rolar mamlakatida ikki sevishgan qalb uchun joy topilmadi. 1935-yilga kelib, sevgan yori va farzandini qayta ko'rish umidini uzgan Rahmatjon Toshkentga qaytdi va Toshkent tekstil kombinatida sex boshlig'i muhandis bo'lib ish boshladi. 1937-yil 4-sentyabr kuni Rahmatjon Avazjonov o'z SSSR Jinoyat kodeksining 60-chi aks inqilobiy tashviqot, 67-chi aks inqilobiy tashkilotga a'zolik moddalari bilan ayblanib qamoqqa olindi. U yashayotgan Toshkent tekstil kombinatining yotoqxonasida tintuv o'tkazilib, pasporti, Germaniyada olgan diplomi, turli xatlar, suratlari va boshqa shaxsiy buyumlari, uydan topilgan 30 so'm pul ham dalolatnoma asosida olib ketildi. Uning turmush o'rtog'i O'rta Osiyo davlat universiteti kimyo fakultetining 5-kurs talabasi bo'lgan Yelizaveta Savelyevna Avazjanova va endigina 1 yoshga to'lgan qizi Svetlanaga na bir tushuntirish berildi, na bir tiyin pul qoldirildi. 2 kundan keyin bo'lsa Muhammadjon Avazjonov ham Farg'onada qamoqqa olinadi. Uni uyida katta tintuv o'tkazilib, uni pasporti, diplomi, kitoblari, albom suratlari, xullas hamma narsasini olib ketishadi. Ertasi kuni o'tkazilgan qayta taftishda uydagi barcha jihozlar, jomadon, kamar, 60 so'm miqdoridagi pul, qalamdon, ruchka, xullas hamma narsa xatlab olib ketildi. Uning turmush o'rtog'i Mahbuba Avazjanova, 7 yashar o'g'li Inoyat va 4 yashar qizi Lyuba bombo'sh uyda bir tiyinsiz otalarining ortidan yig'lab qoldilar. Tabiatan hassos qalb egasi bo'lgan Muhammadjon adabiyotni juda sevar, bo'sh vaqtlarida esa o'zi Germaniyadan keltirgan fotoapparati orqali turli tabiat manzaralarini, tarixiy binolarni, do'stlar bazmlari va odamlarni suratga olib yurar edi. 1937-yil 9-sentyabrda o'tkazilgan ilk so'roqda tergovchi asosiy e'tiborni ana shu suratlarga qaratdi. Shundan so'ng hech bir aniq asoslar ko'rsatilmagan holda Muhammadjon Avazjonov Germaniya josusi deb o'z SSSR Jinoyat kodeksining 57-moddasi 1-qismi vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionaj bilan ayblandi. Eng qizig'i, uni qamoqqa olish to'g'risidagi order 1937-yil 11-noyabrda, ya'ni ayblanishidan 2 hafta o'tib berilgan edi. Muhammadjon Sovet turmasida yana qariyb 1 yil mutassil qiynoq va azoblar ostida qismat hukmini kutdi. 1938-yil 1-oktyabrda sobiq Germaniyada tahsil olgan Temurbek Kazbekov bilan 1938-yil 2-oktyabr kuni kimyogar Sattor Jabborlar bilan yuzlashtirishlarda Muhammadjon Avazjonov Germaniyada Ozod Turkiston degan aksil inqilobiy josuslik tashkiloti umuman mavjud bo'lmaganini qayta ta'kidladi. U har bir holatda o'zini aybsizligini isbotlashga harakat qildi, lekin foydasi bo'lmadi. Chunki u uchun ayblov bayonnomasi 1 yil oldin tayyorlab qo'yilgan edi va 1938-yil oktyabr oyida SSSR general prokurori Andrey Vishinsky ushbu bayonnomani tasdiqladi. Muhammadjon Avazjonov sud ishi 1938-yil 9-oktyabr kuni atigi 20 daqiqa davom etdi. Natijada uni barcha mulklari musodara qilinib, o'zi bo'lsa o'ldirishga hukm qilindi va 33 yoshli Muhammadjon o'sha kunning o'zida otildi. 1937-yil 5-sentyabr kuni Rahmatjon Avazjonov bilan ilk so'roqda asosan undan Germaniyaga borishi va kimning puliga o'qigani bilan qiziqishadi. 2 hafta o'tib chiqarilgan qarorda esa uning 5 yil Germaniyada o'qigani, Turkiston aksil inqilobiy tashkiloti a'zosi, Germaniyaga ishlovchi josus, 1927-yil SSSRga josuslik maqsadida qaytgan deb o'z SSSR Jinoyat kodeksining 60-chi aksil inqilobiy tashviqot va 62-chi aksil sovet targ'ibot moddalari bilan ayblandi. U o'z sevgilisi bilan yarim diydor uchun qilgan harakati, ya'ni Moskvadagi Germaniya elchixonasiga qatnagani josuslik deb hisoblandi. 3 oy o'tib, go'yoki Rahmatjonning Krokodil Hajviy jurnalida chiqqan karikaturani ko'rib kulgani va bu bilan sovetlarning zarbdor Staxanovchilik harakatining ishchilarga hech qanday foydasi yo'q degan gapiga iqror bo'lishini talab qildilar. Rahmatjonning ayblov bayonnomasi 1937-yil 6-dekabrda Derenik Zaxarovich Apresian tomonidan imzolangan.
jazolandi. O'z akasiniki bilan bir kunda 1938-yil 9-oktyabr kuni o'tgan sud ishi 20 daqiqa davom etdi va Rahmatjon o'z SSSR Jinoyat kodeksining 57-1 vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionaj, 58-chi qurolli qo'zg'olonga harakat, 64-chi Sovet davlatiga qarshi terakt, 67-chi aksil inqilobiy tashkilotga a'zolik moddalari bilan aybdor deb topilib, eng og'ir jazoga hukm etildi. 30 yoshli Rahmatjon o'sha kuniyoq akasi bilan bir kunda otildi. Oradan vaqt o'tib, aka-uka Avazjonovlarning ishi qayta ko'rib chiqildi va 1957-yil 20-sentyabr kuni Rahmatjon Avazjonov SSSR Oliy sudining qarori asosida oqlandi. Muhammadjon Avazjonovning ishi qayta ko'rilayotgan vaqtda u bilan birga ishlagan bir qator kishilar guvoh sifatida so'roqqa tortildi. Ulardan bu vaqtda Toshkent tekstil kombinatiga qarashli maktab direktori Rozensvit Leonid Moiseyevich 1956-yil 9-noyabr kuni Muhammadjon Avazjonov haqida quyidagilarni hikoya qiladi. Men 1934-yil Ivanova tekstil texnikumini tugatib, Toshkent tekstil kombinatiga ishga yuborilganman. Bu yerda kadrlar tayyorlash kursi rahbari sifatida Farg'ona tekstil kombinati va uning qoshidagi Jerzinskiy nomli texnikum bilan ham hamkorlikda ishlardik. Men Farg'ona tekstil kombinatining ishlab chiqarish bo'limi rahbari va Farg'ona texnikumi o'qituvchisi bo'lgan Muhammadjon Avazjonov bilan 1935-yilda 1 yildan ko'proq vaqt turli masalalarda xizmat vazifam yuzasidan muloqotda bo'lganman. Menda u tekstil sohasida mavjud barcha texnologiyalarni mukammal biluvchi va har tomonlama yetuk mutaxassis sifatida taassurot qoldirgan. Shu vaqt davomida biror marta ularning aksil sovet faoliyatini sezmaganman yoki biror odamdan shunga o'xshash fikrlarni ham eshitmaganman. Ukasi oqlanishidan 3 kun o'tib Muhammadjon Avazjonov ham oqlanadi. Uning rafiqasi Mahbuba Avazjonovaga esa 81 so'm 96 tiyin qaytarib beriladi. Taniqli rus olimi va Stalin davri hamda buyuk terror tadqiqotchisi Oleg Xlevnyukning aytishiga ko'ra, 1937-1938-yillarning 10 oyi ichida buyuk terror avj olgan paytda 700 mingdan ortiq odam otib tashlangan. Shuningdek, o'sha yilning o'zida 1 milliondan 3 milliongacha, ya'ni SSSR aholisining 10% qamoqqa olingan. Stalin davridagi siyosiy qatag'on qurbonlari va ularning yaqinlari xalq dushmanlari tamg'asini butun umr ko'tarib yurishdi. Ularga davlat ishida faoliyat yuritish hamda universitetlarda ta'lim olish taqiqlangan edi. Ularni shunchaki qamab qo'yishligi ham mumkin bo'lgan. Bu so'zsiz amaliyot va stalinizm davrining qo'rqinchli merosi bizning mamlakatimizda ham qo'llanilgan. Hozirgi yangi zamonaviy tariximizda siyosiy qatag'onga uchragan so'zsiz to'siqlar barchamizning yodimizdadir. Ammo so'nggi 5 yildagi bugungi siyosatda xalqaro me'yorlar va inson huquqlari bo'yicha konvensiyalarga to'g'ri kelmaydigan, mahkumlar yaqinlarining huquq va erkinliklariga tajovuz qilish kabi insonga zid bo'lgan bu an'analarga barham berilib, ta'qibga yo'l qo'yib bo'lmasligini konstitutsiyamizda belgilash rejalashtirilmoqda. Xullas, shunaqa gaplar. Bu hikoyani eshitmagan va bilmagan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Axir bu ham bitta buyuk tarix hisoblanadi. Tarixni bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Stalinning buyuk terrori mavzusiga albatta yana alohida qaytamiz. Hozir bo'lsa videoga like bosishni unutmang va bizani kuzatishda davom eting. Aytgancha, eng birinchi o'zbek fotografi Xudoybergan Devonov haqidagi sonimizni albatta tomosha qiling. Chunki u ham 1938-yilda ochishga hukm qilinganlar qatoridan hisoblanadi. Hozir bo'lsa hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Ko'rishguncha.